小船要多快，人鬼不分深夜愁，得饮就是千饮酒，得风流是解风流。保障，手拿拐杖，头戴礼帽，哼，保障。想笑却哭，想哭却笑，保长，好人难当，好人难当啊！保长，你做人做狗，快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒。人间岂容鬼做主，人生共度后三后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世幕布一时秋，寒食江山天不由。Jack, Jack. Yome. Voy, Jack. Çok. Bek ağırıp ketdi. Naring arkishiga o'xshaydi, qara seni. Bo'ldi. Uyga qaytaylik. Yuraklerim siqnab Naring. Lo atraf başlığı. Men neçe yıldan beri özlerge samimiy sadoqat bilan ishlab keldim. Ha? Töhbem bo'lmagandimi, ajrim bor mening. Shunaqa ha? Ha. Ma infoning absulan yolg'ondan to'y qilganimni demayli turayli. Vaqtin begi. Xonim, siz o'zingiz kepsiz-ku. Meni yolg'on da'vatdingiz. Ha, men yolg'on mening haliqi yolg'on kishim tushib qolib ekan, shu naga qo'ydimki topolmay. Baya xotiningizni ko'rdim. Qizingiz sizga ozroqmi o'xshamaydi-ku-na? Oy, nada o'xshamaydi. Ishonmasangiz, adrat boshliqdan so'ram. Lo familik siz deb beqing. Xonim, bu Tutun begi, meni sizdan so'rang dedi-ku. Onchokor, qalaymi gap qilma. 1'de 9 o'lishmi yoki 4'de 6 o'lishmi? 4'de 6. Hay, nima deyishyapsizlar? Ha? Hurmatli Lu xonim, hurmatga sazovor Lu xonim. Asta, qamlashmagan. Qandoq gaping bo'lsa tez demamsan, tilingni chaynamay, tez bo'l. Mening demoqchi bo'lganim, Wang Yinfoning haqiqatan mening qizim ekanligiga, uning soxta emasligiga bu atraf boshliq isbot bo'la oladi. Shundaqmi? Shundoq xonim. Ruxsat qilsangiz, ko'p qism Guanjin pulning oxiri izderigini topdik. Wang Chokor taqqa chiqmoqchi. Shundaqmi? Undaqda menga qanchalik iltifot qilmoqchi bo'lyapsiz? Aran 10 mingmi? 1 qo'shing. Qadrligim, bering. Bering. Oyajon. Atraf boshlig'i faqat limog'ichligim qolmadi. Uni tortib qo'ya. Kela. Qara. O shoxdiki Guanjin pulimi nima? Shundaqda qiladi. Hadi biya, o'zingni ko'rsatib qo'y. Wang Chokor, ko'rdingmi? Agar o'yin o'ynayman desang,
Näringni qarg'asa, shu yeringni teshib etalaydi. Vay men qandaq mı petin ay? Qara. Qara. Obdan qara. Wang Chokor, texi yetib kelmadikmi? Futlarim og'rib, ma'may qoldim. Men mo şu birlik etim kelgan. Kembigil uzun boğaşqa tapamatıman. Manga heli shiltiman dema. Agar topolmasang, 100 xotir qilib o'tirmayman. Haddim mo, sildan yashirishqa haddim mo mening. Hey. Oy. Qarala, mishaşo, mana, mishaşo mana. Yaxshi. Wang Chokor, tush. Men tapanchini yaxshi atamayman. Yanala daltak güzeladigan birsini tushirayli. Navada yovchosh qolib qolsa, jinimdan ayrilib qolaman men. Sana pul lazımmı, canmı? Wang Jibiya, sağa tush. Hop. Ha. Adret başlığı, qara. Ha? Wang Jibiya, derhal tağdan tushib, bir bendeki buradarlarni boshlab chiqib, pulni tush ola. Esingda bo'lsin, hariga chandırib qo'yma ola. Agar kim oshkorlab qo'ysa, etib o'taman. Tez bo'la. Xo'p. Wang Chokor, kela, tamak chek. Degine, bu ishni qanday qilamiz? Sizlar qandoq desa shunday qilamiz-da. Paras qilib bu qanchalik puldi? 100 milyondan jiqroq, 200 milyondak bormikin. Biz yuqoriga yerimini topshirib, yerimini ep qilayli. Men mush gaplarni kutib turgan emasmi? Bu atrofda boshqa o'nkir bormi? Yaqin atrofdagi o'nkirlar bo'lmaydi. Hamini yurishirdigan shu bo'lsa, hech kim topolmaydigan jiroqroq o'nkirga borib yashamamdiq buni, ha? Vay ya. Herif öyle dedim. Hem de urup öldürmezsimi toşumayman. Oy ay, menmiş o. Meni urup öldürmezsem toşumayman. Wang Chokor, bayıp ketdik. Ben burilib bayıp ketgan. Aslida katta bayıp ketetdim. Hem de kichikli bayıp qolgan bo'ldim. Wang Chokor, yoshirg'inimiz 100 milyon bo'lgan taqdirdami, sana 40 milyon tegdi. Buningga teg'i sen o'tganda ep tushib ketgan bir sevat pulni qo'shmadik. Bu 40 milyonning qanchalik pulligini bilamsan, Lo'yin bozorini setib olaysan, ha? Gwanchin puli o'tamdi, o'tmandi, kim biladi. Ko'nglimda faqatla son yo'q. O'tsimi? O'tmisimi? Odam mal ko'ydi o'lidi, qo'shdan ko'ydi. Uning o'zgachilik qonuniyati bor.
Аңчоқор, sen pulun bo'lgandan keyin nima ish qilmoqchi? Nima qilmoqchi? Gönjin pulini yig'ib olish harakati oyoqlashgandan keyin men bir katta qasr soldiraymikin deyman. Leyla o'shanning qasrdimi cho'ng, chiroyli qilib soldiraman toza. Yana o'zimga net 100 mo yasetib olaman. Ondan xo'xoni ekib olaman. Elimi xo'xoni o'ylayapsan? Shu o'ylab. Bang jamoatining naslini üzüb qo'ysam bo'lmas. Atrat boshlig'i. Pullari bo'lgandan keyin sizlar qanday qilmoqchi? Mencho yiroqlarga ketaman. Heliqi besham xotinni haydab etaman. Hey. Bu gapni sana dedim Cuma, ha? Ben işlemini anlamadım. Yana bir qitim to'shig'im kelyapti. Yana bir qitim to'shib o'taymi-ki, ya bo'lmasa. Endi bundaq fursat kelmaydi-ku. Maram zeyrini. Rahatlanışını bildikine birdemde uxlab qopti. Va men uxlaychi. Voy. Nima qilyapsan? Tez meva. Ha, tezroq. Tez. Dikkat! Ver! Pul xilali ozlab qolgandek turadi. Do'konat, eterat boshlig'i. Qism yetib keldi. Birodarlar yetib kelibdi. Buyruq. Do'konat, eterat boshlig'i. İştiramiz. Nima kulisizlar? Ortqa, burun. Aqchoqor. Tez tura. Tez turib ishtin uniki, tez. Ula. Tura. Ortqa, burun. Buyruqimni anla. Bu bir dövek Gönjin pulunun hammasini taqdim ep tushib ketisizlar. Qaytish yo'lida sapdan tushib qilishga bo'lmaydi. Ushaq harakat qilishga bo'lmaydi. Agar birasi baravaraq Gönjin pulini yechirib olishga petilsa, naq maydonda jazolandi. Hop! Qarang, mana obdan bo'ldi. Pulmi yo'q bo'ldi. Choyxonani go'raga elib oldi. Bundan keyin kunlarimizni endi qandoqmi o'tkazamiz? Voy. Jon yangam boshqalarning qirqatlarini yuvib, 3-yangam Yanfong bilan yolpuzsiz setishga tayinibmi, kun o'tkazyapman-da, dumchak. Ikkimiz sapsaq odam tursak. Ya mana kas dadamdan nechmo yerni ijaraga elib, ijara haqqini yil oxirida to'laymiz. Xotin, men faqat u olamda oteshak o'rnida ishlab sizga javob qaytara oladigan o'xshayman. Xotin tur bu gaplarni qilib nima qilsan? Hay, boya anglashimcha Lu atrat boshlig'i tog'dan nurg'un pul ep tushibdi. Aqchoqorning pulini yo'q bo'lganligini o'ylasam, ko'nglim xeyli aram deb qoladi. Voy, bizning pullarimizni yig'ib oldik-ku.
bizning pulimizni yig'ib bilaman. Meni ko'nglimda bilaman-da. Nemini bilsa? O'z topgan pul bo'lgandan keyin, so'yib ichsimi sinmaydi ekan. Dumchak, xeyri tuzilib qolgandek bilinyapsan. Narim tuzilib qopti. Dumchigimma, ha? Dumchak tuzilibdi. Men o'ylab qo'yay, men o'ylab qo'yay. Bu etrat başlıqı, Van Tütünbegi, yanım şundaq çıx pul yığdınlar mı? Cancan xon qiz, keldingizmi? Bu yerda o'tirada yemi yo'q qarang. Cancan xon qiz, bizda nazorat qilg'ili kelmagansiz? Etrat başlıqı, nimda atsız? Men adımınla yetişmey kaldım iken de pul sanışıp belgili geldim. Minnattarman. Qarşılamaz. Etrat başlıqı, nemişki Cancan xon qizni yordamga chaqirib, menga deb mi qo'ymaysiz? Asta. Har qancha qop yurak bo'lsam-mo, tekshiruvchilarni avar qilishga petin aytdim-mo. Cancan xon qiz o'zi kelib yordamlashdi. Amisi menmi o'zim xalab yordamlashay. Nana xon qiz, nana tekshiruvchi. Qo'lingizga sanab bo'lgan. Etrat başlıqı, mushuncha ola pulning amisini taqdan ip tushdinglarmi? Shundoq. Pandimchak o'nkirga yushirib qo'yibdi ekan. Bir varaqni kam qilmay ep tushdik. Men pirqi davlatimizga sodiq, pok diyonatlik odam, Po'latdek intizom o'rnatdim. Agarda kim bir varaq ganjun puli yushirsa, naq maydonda jazolandi. To'g'ri. Taxminan qancha pul ekan? Soni hozirli chiqadi. Ikki xon qiz 5 yil o'tirib olib, bak ozdirib atdinglarmi meni. Koy, 6 koy, 7 koy, 8 koy. Jami 1278 koy. Jami 112 milyon 781 ming 278 koy. Çoğun iş bitti. Ha? Çoğuş bitti. Mening bilishimcha yana 80 milyon kam. Biz ilgilengen işençilik ma'lumotlarga asoslanganda o 80 milyon ganjun pulini xoyin tegidagi partizanlar ep ketibdi. Shundoq. Nima? Qadamlab, marsh! 1, 2, 1! Yürü. Haliqi 20 milyon ganjun pulini yutib Topshiriqlari bo'yicha u pullarni bexatar joyga yutib. O degan Fanxas vakil bilan qaynatamga beradigan pulchimi? Hargiz chatoq chiqib qolmasin. Xotirjam bo'lsizlar. Hargiz chatoq chiqmaydi. O begin hisobotni o'ngshab bo'lganda. Xotirjam bo'lsizlar, atrat boshlig'i. Mening bundaq ishlarga toza epim bor. İpin bağlığını ben bilemem. O 20 milyonni hozirli mashinaga basimizmi o ya? Kallang ishlemaydigan döt nimiken sen? O mashinaga salsak yana ilib ağlı bulamdi. Obdan tildilar, joyin tep tildilar. Tas qapti mana chataq chiqarib qo'yg'ili. Alloh atrat boshlig'i moder. Sizmi pul etmaydigan mashinada mang'amdilar? Mashina mangsa odamlar mangdi, mashina mangsa odamlar mangmaydi. Men bugun kechda taxtirvonga o'tirib mangman. Yaxshi gap. Kelala. Yordamchinglar. Obda ipanglar. Sizlarga deb qo'yay.
Yo'lda uni buni so'rashga bo'lmaydi. Bugun kechdagi ishni hech kimga demaysizlar. Bo'lmasa, o'zinglarni jahannamda ko'rsizlar. Anlashdingmi? Anladık. Banca bir Ba. ben oyun bazarda ketkendikken sen liyancang bulasan. Hop! Mağayli. Yalpulsiyi! Yalpulsiyi! Bir stakan, bir yamak! Yalpulsiyi! Baba. Şunda kaptap dursa küllük tutuyorsanız mı mamte? Ha? Men uncha ola nozik emas. Yalpulsiyi! Yalpulsiyi! Infon qana? Yağlı onun qishida o'qiyotidi. Ha. Endi yalpız suyu satmang, ha? Ben pul chiqarib, pandimchakning choyxonasini ijaraga kelib, choyxonasi deb o'zgartib beray bo'lamdi. Men mushundaq o'tishga rozi. Yalpulsiyi! Yalpulsiyi! Bir stakan, bir yamak! Amsa bu ishga idish yalpız suyuni uyga olib ketay. Hammani setilib oldirmay ichaman. Voy, yana shu gap. Men faqat pat sotaman, top sotmayman. Yalpulsiyi! Yalpulsiyi! Men tushliklamaqni bakchi qiyaptiman. Qo'sg'im hozir bakla to'q. Bir stakan yalpız suyuni ichib olmayman. Amsa siz birdan sal qilib biling. Men setishib beray. Shunda qilsaq-ku bo'la, ha? Sizlarni taklif qilishga qurbi Kim sizdan pul olaman deb qiziqgansiz? Tamaqimni sindirga setishib beraman da'vatim men. Yalpız suyu! Bir stakan, bir yamoq. Ey, suluqchilar! Yalpız suyu chila! Tatliq ham muzdek yalpız suyu! Bir stakan, bir yamoq. Emis men berib ozroq Ha, narsa. bo'ladi. Va kunlikni elib bilaman. O'zlar ishlasizlar. Faqat odamning ko'nglini tushunmagan bu. Yalpız suyu! Bir yamoqqa bir stakan! Yalpız suyu! Hey, Savaza! Hey, Savaza! Şoyar! Bekilala. Şundaqçı qog'oz pul odam o'ladigan bo'ldi. Hey, jo'ylama undaq. Voyroz, odam o'ldigan bo'ldi. Bo'ldi, jo'ylama la. Men sizlarni yalpız suyu ichishga taklif qilay. Kimsining yalpı suyini ichdikan? Kimsening yalpisi yana ichdigan? Sizlar bu yalpız suyuning hammasini ichib olsanglar, Savaza, Şoyar, gipim gap sizlarga 10 tal kamput deb berma. Qanday? Rost. İçeyli. Besiş be qala, qaysinglar chiqish sizlarga qara. Yaraydi. Hamdi içemaymi? Men içemayman. Ay. Bo'lmaydi. İşmi sağla bo'ldi. Kam ko'rdamayman. Bo'ldi, ishmanglar. İstanlar qo'shiqlar yerilib ketadi. Nimanda qasqirib qolaman? Men bu yaxshi ko'nglim bilan qilgan tursam. Kamptepa. Kamptepa. Su şöbeti tursa, iş bulamısınlar. Neymiş kampte birdiken ben. Kamptep yanlar, ha? İş qağını mən çivtəyəm sizə. Satmayman. Əmsə, bir kümüş təngəməsəm ço? Almayman. Kaynata. Hoy, qachon qaytib keldingiz? Tang yürüyüş bilenla qaytib geldim. Jingfengmi qaytib keldimi? Kaynata, uçu oyunga berilip hemmini unutudu. Kündü macan oynaydı. Onun üstüge Ahmet'i ba. Kaynata, ben onun sizni birli yoklap keleyli desem muhazirçi siz yoklap bağış durun dep turup aldı. Majan o'yinisi yaxshi. Majan o'yinsa nurg'un ishlar oziydi. Hozir ishchilarning ish tashlashi majan o'ynamaganlikda.
o'quvchilarning dars tashlashimi majang o'ynashni bilmaganligidan. Shunga tuxumdan tukundirdi. Ularning ishi bo'lmagandan keyin jidal chiqarmay nima qiladi? Agar hammanglar majang o'ynagan bo'lsa, jahonmi tinchiydi. Oy, akagingiz nima bu? Qaynota. Ha? Fan xas vakil ishqinlarga ep kelgan sovg'a. Qandaq so'g' bu? Har biringlarga 10 million guanjun puli. Yig'ilish xizmati oxirlashdimi? G'albilik oxirlashdi. Jami qanchalik guanjun pul yig'dinglar? 250 million. Voy, 80 million kamkan emasmi? Qaynota. Ishonchlik ma'lumot qilganda u 80 millionning bir qismi chechilib ketgandan boshqa qolgan qismini xoyin tegidagi partizanlar ep ketibdi. Elami yaxshi xoyin tegidagi partizanlar bor ekan, ha? Ha, jiyanim. Longyin bozordan qachon qaytib keldingiz? Doklad xos vakil. Bugun saharda. Hozir guanjun puli yig'ilish xizmatida ilgirlash bormi? Amerikam. Chiqib o'ynab turing, ha? Ma'qul. Bering. Doklad xos vakil. Pandumjakning taqqa yushirib qo'ygan guanjun pullarini tepib, hammasini yig'ib oldik. Jami qanchalikkan? 257 milliondan ortiqroq. Jami qanchalik yig'dinglar? Haras, xos vakil. Menda yana bir tizimlik bor. Nurg'un uy, choyxona, turmush ham ishlab chiqarish buyumlarini yig'ib oldik. Ko'zdan kechirgaysiz. Bu narsalar qanchalik pulga yaraydi? Yana 80 million kamg'o. Xos vakil. Tekshirishimcha, aeroplan tushib ketganda bir qism guanjun puli yirtilib ketgan. Qolgan qismini xoyin tegidagi partizanlar atriti ep ketgan. Bema'ni sapsata. Xoyin teg'i bilan Longyin teg'ining orliqi shuncha yiroq tursa, qamlashmaganlik gap bo'ldi-ku bu. Birodar, kuyovlim bu qitim sizga alayda so'g'a ep kepti. Qanday alaydi so'g'a? 10 million. Xoyin teg'idagi partizanlar attirdi. Haqiqatan xoyin teg'idagi partizanlar olib ketibdi. Men hozirli o'lkalik hukumatga doklad yozay. Guanjun pulini yig'ilish xizmatimiz g'albilik oxirlashdi. Men to'pisi bor xodimlarni mukofotlashni iltimos qilaman. Biz Longyin bozoriga berib tabriklash yig'ini ochaylik. Kimsan? Men. Parol. Omadingiz. Kelgay. G'ayr ahvol bormi qandaq? Doklad boshliq. Tejaman. Obdan qarala. Hop. Yurala. Xinhua agentligi xabari. Ozodlik armiyamiz Chongqingni qo'rshib oldi. Gomindanning yuqori darajalik amaldorlari bas-basda qochmoqda. Jangchi ishi uyg'urlikcha Chengduga kelib, Xuzunanga tayinib, g'arbiy shimolni davomli besib yetib, oxirgacha jon talashmoqchi bo'lyotdi. Vaziyat qo'ldan ketibdi. Parol! Omadingiz. G'ayr ahvol bormi qandaq? Doklad boshliq. Tejaman. Qo'sharlarni kuchaytinglar. Xo'p, yuringlar. 3-nomer, buvay xizmatingizdan bak norozi. 3 kun ichida yig'ilish xizmatining ishki ahvolini aniqlab chiqing. Bo'lmasa tashkildan qattiq jazolanasiz. Parol. Omadingiz. Kelgay.
Va aka. Kirib birdam o'ltiring, ha? Kirib birdam o'ltirmamsiz. Adam 45'ten azsa kiyimini yamap berdiğanga mı adam çıkmaydı ki? Ben 47'de girdim. Hem de kiyimini yamaydıgan tek adam çıkmaydı. Hua. Hey hua. Dana. Adamның pululu болған bilen nem paydası? Hua. Bağırınız nemançı ola qattıqdı, nemançı ola qattıqdı. Tütünbegi? Kim o? Uyay, mening ovozimni mi tanıyamayapsınız? Siz midiniz? İş bağımdı. Ish bo'lmasa kasam bo'lmamdikan. Yolg'iz o'zi haraq ichib, toza ichingiz pishqandi. Men ichish beray. Ma'qul. Urumga kelay, ya. Ha, keling. Ha. Bo'ldi. Kuvvetli mi? Qani, ilama anladın, ilama? Avval bir qadahdan ichishmandiq. Ma'qul. Xo'ja. Nimaga jiddiylisiz? Siz kasingizda cho'qim yaxshi ish yo'qtirsa, nima ishqa jiddiylashmak kerakman? Qaraganda, mening haqiqiy salohiyatimni burunli bilib bo'lgan o'xshaysiz-da. Men nima ishqa bilmak kerakman? Jonjon qiz.